Malaysiyadan kelgan nimet namimiz tilpar lezzet. Biz tammaçıq kebap qaymaq təmi hər xil təkbicə. Mister deydu hər kişi anla vermey yep gülüm. Mister deydu hər kişi bəhərlinib xoş gülüm. Malaysiyadan kelgan nimet namimiz tilpəkbicə. Malaysiya Mr. Berengi yaprakçısı. Təmi bəkbicə. Kichigingdan futbol o'ynashni yaxshi ko'rsan o'g'lim. Lekin kiyimlaringni har vaqt maynat qilib yetsan. Kiyimingni yana maynat qilsan-da o'g'lim. O'zab judo faxrini ishlatmatsan-da. Xo'sh bolam, yaxshi o'qig'in. Har bir narsani unutib qolmagansan-a? Yo'q, opa, unutib qolmadim. Buni unutib qolmadim, opa. Faxri sopon parashugi. Tabii bu vaxtlarımız bir vaxtqa bakma intizar. O bosumu ham vaxtıdır. Çünkü bu vaxtda mehrivallarımız sabiler stiyavri ve sabiler kuvvet bulumakta tayarlaydı. Bu vaxtlarni stiyavri, kuvvet bulumakta bilen sağlam bolsun deydi. Ham geldi. Karanlar katıklarımızın hoşallıqıga, sabilerinin iştaha bilen yanla, sağlam bulunla, tatlıqla. Sabiler stiyavri ve sabiler kuvvet bulumakta. Chiroyli opam har kuni tinim topmay uy ishlarini qiladi. Opamga qanday yordam qilsam bo'la? Ha, topdim. Opamga har kuni tashqan oqsil tayyorlab beray. Shuni ichib charchamaydigan bo'lsin. Eshitmo dada. Yaxshi qizim. Tashqin oqsil talqonlar bormi, opirib beray degandim. Rahmat bola. Oldin xitim akilib olgan talqonni kunda ichib turyapmiz. Tex tugimidi. Rahmat qizim. Tashqin yurishlik oqsil talqonlari. Bir kunlarda balangizning orzusining qanotlanganini ko'rasiz. Bir kunlarda balangizning qalbisidan mamnun bo'lib kelasiz. Balangizning go'zal kelgusi uchun, sog'lom, kuchli o'sishi uchun oziq usullashga ko'ngil bo'ling. Bobog'ingizga tez suratda quvvat to'liqlaydigan sabiylar bobaqlar glikoza javhari. Periler naz kılır gülgün siyahta. Güzellik cilvesi zumret bulakta. Hısleti altındır altın göherinin ay yüzü çaklaydı aydek siyahta. Deniz canlıkları kollagillik aksıldan işlengen teriga su ve aksıl toluqlap hayati gücün aşırdığan, terinin keslatalığı ve ışıkarlığın tanışıp hücrelerini yaşartırgan altın göher aksıllık teri çığıtış cevheri. Güzellikinin göheri altın göher aksıllık teri çığıtış cevheri. Girip şaka çıkıp Allah düzüp şerbet çıkıp hesap çıktık ünne bilen şifaklar canına tıkıp Ennin şifası İmran şat şerbeti Nek yürekki barıdı Adaş, ahvalın yaxşıdı? Kela adaş, oltira. Nim bo'ldi? Mijozing yo'qmi? Qo'rsoq qismim yaxshi emas. Og'riyotidu. Ha, men o'xshash bo'lib qolibsan-da, adash. Qara, buni yenimdan ayirmayman. Bu mahsulot menga yiqib qoldi. Har xil ayollar kasalliklarining oldini oladi ekan. Rost unumi bormi ekan? Ha, unumi yaxshi ekan. Sog'lom bo'lay desangiz, bu mahsulotni ishlatib ko'ring. Chehrinur markalık Atirgül Tamsi yürüyüşlük mahsulotları Çalışınca, yorulunca haydi sen de ver bir mola. İşte mola keyfi, işte mola. Dubay Mahmud kahvesi Yaxshi loyihalar moslashtirilsa, ko'rkam nusxalar borliq keladi. Qo'ligul ustalarning hamkorligida mukammal asarlar ro'yobga chiqadi. Esilroq, Turkiya va Italiya o'zgacha kostyum nusxalarining mujassimi, mo'tabar kostyumlari salobatimizga salobat qo'shadi. Bu Oğuzhan. Oğuzhan? Ha, Oğuzhan. Tibabat qomusimizdagi shifoliq yemeklik kundalik turmushimizdagi mol uzuqlik ürük meg'izda yasalgan. Tadqiqotning meg'izdimi? Tadqiqotning meg'izdimi? Ish baqsam o'zida turadi. Oğuzhan o'rik meg'izi ichimligi. 3-avlod kollagillik peptid bozoriga selindi. Yuqori unum, muvofiq baho sizni kutmoqda. Sog'lom yashashni, uzun umr ko'rishni orzu qilsangiz, o'zingizga sabab qiling. Sog'liq izlaguvchi har bir kishining to'g'ri tanlashi aytay kollagillik peptidlari. Assalomu alaykum
adışım. Aleyküm assalam. İmamı qıraylı qop ketdin, Türkiye'de yarashtimı neyme? Rahmat adışım. To'xtug'ina, bir xil xushbiroq kelyotidi-ku. O'tira deb berma. Qara, Turkiyadacha otash markali ajoyib yaxshi bir yurish mahsulot bor ekan. Uning tish pastasi, eg'iz chayqashi, eg'iz purkamisi bo'lib, u tishni sog'lom qilib, tish chirishning, qurtishning oldini oladi ekan. Tishni narvoyitdek oqartib, eg'izni shundoq xushbiroq qiladi ekan degan. Turkiyaning otash markali yurishlik tish pastasi. Şunlarning chiroylikligi matay kesimi yarashgan. Ey, qanday qilsam eng go'zal bo'laman? O yoshga kelganda tas. Ammo sanam alayda o'simlik chash bo'yig'ini ishlasangiz sizni go'zal qiladi. Go'zal bo'laman deb. Shoshlarimni qaslamdi. Ya. U chash bo'yig'i bek sifatli chechingizni go'zal ham saqlam qiladi. Endi hozir kelay. Hozir olsangiz iPhone 6 mukofot chiqishi mumkin. Sanam chash bo'yig'ining sirini hech kimga aytmoq bo'lmasa. Ko'gilgingni ko'rsin. Sanam alayda o'simlik chash bo'yig'i. No Beijing alohida talab qilgan Xinjiang televiziya stansiyasining 2015-yillik chag'anliq san'at kechiligiga butun Xinjiangdagi o'smirlardan vatan bahorini izlashimizdagi rasm asarlari qabul qilindi. Telefon 0991 257 2386. Tafsilotini Xinjiang televiziya stansiyasi qo'yi to'ridan surishtiring. No Beijing yoshlik jilvesi sağlamlık buyumu. Çalışınca, yorulunca, haydi sen de ver bir mola. İşte mola keyfi, işte mola. Dubay Mahmud kahvesi. Xinjiang Al-Xush urug'chilik cheklik shirkati uzun yillik izlanish orqali Jungodagi kuchli kimyo o'g'itchilik korxonasi Oltinpil guruhi bilan hamkorlashib, Al-Xush markasidagi bir yurish a'lo sifatli birikma o'g'it va o'riyalarni bozorga soldi. Bu bir yurish o'g'itlar Xinjiang tuprog'iga moslashtirib ishlangan bo'lib, sifati ishonchlik. Shirkat bu o'g'itlarning yangidan bozorga selinish munosabati bilan mukofotlik setish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Traktor, motosiklet, to'nglatqu, avtomatik kiralg'u, yarim avtomatik kiralg'u qatorliq katta mukofotlar sizni kutmoqda. Mo'l usul olay desangiz Al-Xush o'g'itlarini ishlating. Al-Xush o'g'itlari Erlarga xos salobət, özgəci layihə, süpətlik material, ilğar texnikinin məhsulu. Yaşlıq üçün taşlanğan coşqun qədəm, səltənət kiyimləri. Çalışınca, yorulunca, haydi sen de ver bir mola. İşte mola keyfi, işte mola. Dubay Mahmud kahvesi. Ruhiy kayfiyatni yaxshilab, immunitet iqtidorini yuqori ko'tarishda tabiiy sharbat yaxshi. Tabiiy sharbatni qarshi sizlarga yetkazdik. Locindona, sandal, buzuri sharbatlari 100% tabiiy. Bir tomchi ximiyalik modda qo'shilmagan. Qarshining locindona, sandal, buzuri sharbatlari ruhiy kayfiyatni yaxshilab, immunitet iqtidorini yuqori ko'tarishda yaxshi. Har vaqt, har fasl. Xinjiang Sadoqat biopantexnik terapiya cheklik şirketi. Xinjiangdagi tunji hormonsiz mahsulot O'g'izxon erlar maxsus ichimligi Uyg'ur tibobatining haqiqiy mahsuloti. O'zimizga toza mos keladi. Biz mubolag'a qilmadik. Sizni ichib boqsin dedik. O'g'izxon erlar maxsus ichimligi. Yurak mingiga qon yetishmasa, yurak ritmsiz selib, odam baq qiynaldi ekan. Sadoqat xushhol ichimligini ichib, yurak harakatim yaxshilanib ketdi. Sadoqat xushal ichimligini ichib uyqum yaxshilandi. Unim rostili yuqori ekan. Sadoqat xushal ichimligini ichgandan keyin tetiklashib charchamaydigan bo'ldim. Sadoqat xushal ichimligi mijozimni yaxshiladi. Ilgirki xushal holatimga qaytdim. Sadoqat xushal ichimligi yurakni yashartiradigan sovg'a. Yurak sog'lomligining tavfikori Sadoqat xushal ichimligi. Sadoqat xushal ichimligi. Yaxshi yoqqa albatta yaxshi material bo'lishi kerak. Ko'mir qo'noq undirmasidan inchkilik bilan ayirib olingan shoh taom sog'lomlik qo'noq yig'i haqiqiy sog'lomlik yig'idir. Tamoqlaringizning texmi lazzatli bo'lishi uchun siz va oilangizdagilarning sog'lomligi uchun shoh taom sog'lomlik qo'noq yig'ini ishlating. Shoh taom sog'lomlik qo'noq yig'ida nimani atmang shuncha lazzatli, singishlik va quvvatlik. Har bir oila kishilarining sog'lomligi uchun shoh taom sog'lomlik yig'ini ishlating. Shoh taom qo'noq yig'i. Çalışınca,
olunca haydi sen de ver bir mola. İşte Mola TV, işte Mola. Dubay Mahmud qahvasi. Hi guys. Hello. Mayli, sizlikmi? İnovatdikmi? Hi. Can I help you? Qachon kelding u demda? Maxima. Maxima. Adash her xildan buringlar mana. No Maxima. Yes Maxima. Her xil Maxima. Okay? All right. What? Yeah. Xilli kulib qolsa juma, ha? Tishtivdim hozir bularni. There you go. Thank you. Voy. Yana mush Maxima gapmaydi. Zapning tam yaxshi ekan deyman. Ma'no tam yaxshi deyman. Ma'no yaxshi ekan. Qaysini tam yaxshi ekan? Ma'no? Meni tetib boqaydigan. Malayziya Maxima zap energiya ichimligi. Xorma burundan kishilarimizning ativorliq mevsimi edi. Bugungi kunda Ziraat Mag'rib xormazorliklaridan keltirilgan xormalar zamonaviy zavodlarda xususiyatini yo'qotmay, nehmat xorma quvvat ichimligi bo'lib ishlandi. Shubidin va sun'iylikdan xoliligi bilan dasturxonning to'ridan o'rin oldi. Shirin ta'mi va quvvatliligi bilan har yoshdagi kishilarimizning ativorliq ichimligiga aylandi. Nehmat xorma quvvat ichimligi ham quvvat ham lazzat, tanning quvvati, dilning huzuri, nehmat xorma quvvat ichimligi. Hayotning barkati yaxshi ish bilan, taomlar lazzati sog'lom ish bilan. Tishlaring og'risa, olmos qili kel, sog'lomlik sultonlik olmos ish bilan. Olmosdagi a'lo sifat, illiq, samimiy mulozimat meni rozi qildi. Endi tishim o'ngshaldi. Kampit shokolad yelaydigan bo'ldim. Xalqarodagi ilg'or texnika, yuqori sifat, zamonaviy davolash uskunalari olmosning afzalligi. 86 yillik tajriba miros. 10 yillik ajr olmos tish kasalliklari ambulatoriyasi. Bu yil chag'anda birga sayohat qilaylik. Meynanda ichimlikni setib olsangiz, manzara rayonining ishik belgiga erisha olasiz. Mamlakatimizning davlat sayohat nuqtalarini haqsiz sayohat qila olasiz. Cho'lponlar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atiramas, bu degan mehri. Diqqat! Mehri? Mehri bilan shodlanar odam, mehri bilan faxrlanar qadam. Hamra bo'lib barcha hammaga, mehrlarga to'sin olam. Mehr olaydi so'pin parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Bugun mashqimiz mushakkakchi bo'lsin. Boshqa qiyinchilik bormi? Davringlar. Yuz terim qurqaqlashib yerilgan bo'lib qoldi. Mana bu yuzmeyni ishlat, unimi yaxshi ekan. Saqal olganda qiynalma. Sana bu saqal yumshatishmay maskagidek. Tishim sag'rib ketyotidi. Sanami bor, tishimni oqatidi. Chechim kepaklashib ketib bordi. Unimi charisi bor. Sarkarda yaxshikan deb qolsa ishlatganda. Hammani bizga beryaptingiz, o'zingizga-chi. Mana bu bor, chat tushishni to'xtatadi. Sarkarda yurishlik mahsulotlari. Pari yüzlük, çolpan gözlük, aydak sanam, parilardan bir anguştar kilar bodam. Parilar şirketi en yeni xalqaro texnikasi asosiga yasalgan altun yaproqli ko'z bo'riq yo'qitish yurishligini bozorga soldi. Altun yaproq ko'z yo'qitish margimi og'ziga kumush sharakchi bekitilib, ko'z atrofiga oziqlik to'lqinlab, yenik ovlaydi. Qo'riq yo'qitish chapligi terining yildiz qismini mo'l oziqlik bilan ta'minlab, qon ayilishini yaxshilab, ko'z atrofi ishig'i, ko'z atrofi qarish va qo'riqlarni yo'qitadi. Yoshlik sirim parilarda. Go'zallik ham yoshligini topalishi, parilar ko'z qo'riq yo'qitish yurishligi. Parilar. Assalomu alaykum aziz ko'rurmanlar. Halol mehnat sohiblarini tunishtirib kelayotgan Hayot Chilvisi programmamiz orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Malayziyadan kelgan ne'mat nomimiz tilpar lazzat. Biz tammachiq kavob, qaymoq ta'mi har xil picha. Mister deydi har kishi anglavermay yeb ko'ring. Mister deydi har kishi bahrlanib xo'sh ko'ring. Malayziyadan kelgan ne'mat nomimiz tilpar picha. Malayziya Mister Barangi yaproqchisi. Ta'mi bak pichat. Kichigingdan futbol o'ynashni yaxshi ko'rsan, o'g'lim. Lekin kiyimlaringni har vaqt mehnat qilib etsan. Kiyimingni yana mehnat qilsan-da, o'g'lim. O'zab judo faxrini ishlatmabsan-da.
Xo'sh bolam, yaxshi o'qig'in. Ha, rost, bir narsani unutib qolmagansan, a? Yo'q, opa, unutib qolmadim. Buni unutib qolmadim, opa. Faxriy sopon parashugi. Opamga qanday yordam qilsam bo'la? Ha, topdim. Opamga har kuni tashqan oqsil tayyorlab beray. Shuni ichib charchamaydigan bo'lsin. Eshitmo dada. Yaxshi qizim. Tashqin oqsil talqonlari bormi? Opirib beray degandim. Rahmat bolam. Oldin xitim akilib olgan talqonni kunda ichib turyapmiz. Tex tugimidi. Rahmat qizim. Tashqin yurishlik oqsil talqonlari. Bir kunlarda bolangizning orzusining qanotlanganini ko'rasiz. Sabiy bu vaqtlarimiz bir vaqtga bakmi intizor. U bo'lsa ham vaqtidir. Chunki bu vaqtda mehribonlarimiz sabiylar sutjavri va sabiylar quvvat bo'limiga tayyorlaydi. Bu vaqtlarni sutjavri quvvat bo'limiga bilan sog'lom bo'lsin deydi. Ham keldi. Qaranglar qattiqlarimizning xushalligiga sabiylarning ishtaha bilan yenglar, sog'lom bo'linglar, tinchliklar. Sabiylar sutjavri va sabiylar quvvat bo'limiga. Chiroyli opam har kuni tinim topmay uy ishlarini qiladi. Bir kunlarda bolangizning qalbisidan mamnun bo'lib kelasiz. Balangizning go'zal kelgusi uchun, sog'lom, kuchli o'sishi uchun oziq to'liqlashga ko'ngil bo'ling. Bobog'ingizga tez suratda quvvat to'liqlaydigan sabiylar bobaqlar glikoza javhari. Parilar noz qilur gulgun siyohda. Güzellik jilvisi zumrat buloqda. Xislati